çaplaysiz. Manın qo'xshash o'p ketgan avrat qordab ketgan oltin o'rningizni manın qo'xshash holatga ekitib. Mayli tug'utdan keyin qordab ketgan bo'lsin, mayli semirib qordab ketgan bo'lsin, mayli portval ishlatib qordab ketgan bo'lsin. Aynakdan birini qo'yib, ash modengilingizga bir qordab ketgan. Manda bo'lib ketgan bo'lsa xonim qizlar, eringizni bo'ldi uyda tutib qololmaysizlar. Bugun bir aytimizga nim debdi. Hey, er o'g'adim. Hey, bir asharingga ishlab baqsang omamda chiroqni o'chirib ite. Men qarsam mening ichimni ilishga sening iching ilishmamda uya bir yuzingga yaqalsang bijdim suykaysenga asharingga suykaydigan bijdim yo'qman nima degansa degan gapni qildi xonim qizlar. Erlar demigan bilan o'ylaydi. Shuning bilan atalardagi mundalarning yinidan ayrilanmay qoladi. O'yda ishki qo'limizni bunimizga tiqib o'tirib qolamiz. Unda olsa men o'gitib qo'ygan ma usulni qo'llansangiz, ma munda bo'lib ketgan o'rningiz tez suratda ma'alat keladi. Yaxshi bo'lsa o'zim Monteşo doktorxona ishlab chiqqan ayollar sog'lomlik maslahatchilari Madina xonim bo'lma. Ma usulni o'gitib qo'y, 2 soat chiqib berman, cho'qim yurak yo'lini bizib saqlab elinglar do'stlar. Go'njoq bilishni unutib qolmanglar. Men sizlar uchun bir dars to'p qurib qo'ydim danglar xonim qizlar. Haqsiz holat qurib qo'ydim, faqat 2 sallasam ba. Mushu ayollar jihatdan chekinib ketib qolgan, hissiyat suzlab ketib qolgan, hattoki yarashal varashga qanday qilishni bilmayotgan oxun o'lik ko'p kelib qolgan. Mush suv ichib ayollar kasalliklariga qarta, mush oilaviy riskni qilsam bo'ldi degan do'stlar, tez kirib eding. Ayrimxonga o'zingizning aloqalashishga qo'shqili bo'lgan undaringizni ketib qo'ygan. Aloqalash mening nomerim bo'lsa 199 0999 74 53 deganni unidor qilib olsanglar bo'ldi. Yana ketarlik materialimiz bo'lsa buningga nima ketadi deganda pomidor. Yerlik pomidorimiz bor. Ashlarning yerimini siqib, ashlarning suyini chiqargandan keyin uningga bir qo'shiq asalni tekshi aralashtirib, bir tal tuxumning eqini aralashtirib ravurus chalamiz. Buni chip bo'lgandan keyin do'stlar, andan keyin buning oz miqdorda sutni qo'yib, mana mashinaga o'xshash shilengligini chaplab, mana mushu o'rnimizga, mana mushunda chaplab olamiz. Ash qardab ketgan o'rniga chaplab 15 minut 20 minut to'g'izgandan keyin ilib bo'ldi. Agar qo'ltiq taraflaringiz ashda bo'lsa, qo'ltiq taraflaringizga chaplasanglar bo'ladi. Shunchaki yaxshi o'lmay. Endi bu usulni men o'zim qo'llanmayman. Bunda desam ham torda pinglunda uyg'urcha yozildi degan tillab ketmanglar qizlar. Men qo'llanmayman. Nimishqa deganchada sut oq narsa. Yeydigan narsa. Asal pokiz narsa. Yeydigan narsani men bu yerga qo'yishni to'g'ri ko'rmadim. Agar sizlar agar to'g'ri ko'rganlaringlar bo'lsa qilinglar, ixtiyoringlar. Men o'xshash to'g'ri ko'rmaganlar qanday qilmay desanglar qizlar, men mush filmimga yurak yo'lini bizib meni go'njoq qilgan do'stimizga 100 nafar do'stimizga mushu eng tuvan zavod basaq berib, Koreyadan import qilib kirgizilgan maxsus qo'ltiq bilan mushu o'rinni oqatadigan, unumi alayda yaxshi oshirilgan bizningki maxfiy o'rin oqatishmaymiz bor xonim qizlar. Mayli oftobdan ko'pdiki mishak suykemsiz suykigan kuningizning o'zida unumi ko'rsiz, nayt xushpuroq buraydi. Ammo sinab yiqinglar ayollar, haqiqatan rozi bo'lib qolsizlar. Shuningga tezdan qo'shib ayrim xatolar qilishing.